O'zbekiston bo'ylab o'rnataveramiz. Albatta, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatyapmiz. Hozir ko'pchilik o'ylanyapti, har xil panellar chiqib ketgan, to'g'risini tanlashga o'ylanishyapti aka. 5 ta xalqaro sertifikatga ega. 5 ta xalqaro. Bu mintaqadagi Bunaqa katta ob'ekt sizga bersam, men o'zimni katta zavodim bor. Necha kunda bitkazaman? Mashina necha kunda bitkazib berdilar? bu Pul to'layapman, katta obyekt, katta pul to'layapman. Garantiyasi qanaqa aka? Xo'p, garantiyalar Asror aka, bitta savol bor. Hozir biz podpischilarimiz ko'rib, katta joyga o'rnatishibdi, kichkina joylarga o'rnatishmaydimi degan savol o'rnab bo'lib qolishi mumkin-da, o'shanga qanaqa? Do'stlar, keyingi oydan limitlar o'zgaryapti ekan, voshim boshqacha bo'lar ekan. Endi fikrlaringni albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qancha limit bo'lsa yetadi yoki hozirgi holat yaxshimi? Biz hozir limitlarni o'ylamaydigan bir ish qilgan joyga kelganmiz. Boy akamiz mana shu yerga katta ob'yomda sifatli panellardan o'rnatibdilar. Hozir bu haqda Asror akamizdan batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asror aka, betga 200 kilovat o'rnatdik deyapsiz. Qanaqa sifatli paneldan qilib beryapsiz? Hozir ko'pchilik o'ylanyapti, har xil panellar chiqib ketgan, to'g'risini tanlashga o'ylanishyapti aka. Zo'r savol bo'ldi. Bu ko'pchilikda tug'ilib turgan, ko'pchilikda qiziqib turgan savollardan biri. Bu bo'yicha o'zimiz sahifamizda ham panellarni laboratoriya tekshiruvlari va solishtirmalari bo'yicha qo'yib boramiz. Xo'p, siz podpischilarga aytishingiz mumkin. Hozirgi ishlatilgan panellarning bu yerda Taistic Solar bo'ladi. Ya'ni Yaponiya bilan Xitoyning Samsung hamkorligida ishlab chiqarib turilgan, faqatgina Yevropaga eksport bo'lib turgan panel hisoblanadi. Yevropa standartlariga bemalol javob beradi, albatta. Biz bu panelni O'zbekistonga rasmiy distributorimiz, ya'ni vakilimiz. O'zbekistonga faqatgina biz orqali olib kelinyapti. Xo'p, aytishimiz mumkin, panelimiz haqida qisqacharoq. Panelimiz 5 ta xalqaro sertifikatga ega. 5 ta xalqaro. Bu mintaqadagi yagona panel hisoblanadi. Ulardan ikkitasi Yevropa bozori uchun olingan sertifikatlar. Hamda Xitoyning eng kuchli sertifikati bor. Hamda bitta dunyo tan oluvchi ISO sertifikatiga ham ega. ISO sertifikati u o'yinchoq sertifikatda, juda seriozniy sertifikat. Shuning uchun boy akamiz ham biz hozir ayni damda aytib o'tishimiz kerak. Namanganning 3 tumanidamiz. Agar shu tuman vakillari, fuqarolar bo'lsa, bemalol kelib ishlarimizni hamda o'sha olinib turgan natijani ko'rishsa bo'lishadi. Ko'rib turibsiz, akamizni hozir birinchi etapimiz, ya'ni birinchi ish jarayoni 200 kilovatdan boshlandi. Hamda xudo xohlasa bu davomiy bo'lib 2,5 megavatgacha kengayish rejasi bor. Shundan 10 ta katta. Albatta. Undan 10 ta katta. 11 ta 12 ta bo'ladi. Xudo xohlasa mana bu tomlarda hamma qismini qoplash kerak bo'lyapti. Xo'p, boy akamiz ham shu sifatga yaxshigina urg'u berishadi, sababi o'zlari ham Xitoy bilan aktiv savdo aloqalari bor ekan. Biz haqimizda o'rganishda panellar xarakteristikasini o'rganib turibgina kelishuvga kelishdi. Bu qilingan ish akamizga ham tez, ham sifatli bitishi talab qilindi. Biz shu ish jarayonlarini umumiy kuni hisoblaydigan bo'lsak, bugun 3-kundamiz. Boshlangandan to yakunigacha bugun qilib ko'ramiz. Pastda yana elektrik ishlari olib borilyapti, faqat shu ishlari qoldi. Lekin 3 kunda biz qurib topshirdik 200 kilovatlik katta obyektni. Endi Asrorga qarang, men pul to'layapman, katta obyekt, katta pul to'layapman. Garantiyasi qanaqa aka? Xo'p, garantiyalar bo'yicha yana bir eslatib o'tamiz. Biz rasmiy distributorimiz, ya'ni biz o'zimiz vakilimiz. Xalq tilida dillersiz. Dillerimizda. Rasmiy dillersiz. Biz o'rtadagi vositachi yoki olib sotar emasmiz. Shuning uchun kafolatlar bo'yicha umuman o'ylanishmaydi. Panellarimiz uchun 20 yil kafolat bor. Panelga 20 yil kafolat. Biz ishlab chiqaruvchidan 30 yil kafolat olamiz rasman. Bu tasdiqlab shartnomada ham keltirilgan. Hamda har bir mijozimiz bilan individual, ya'ni yuridik kuchga ega bo'lgan shartnomalar asosida ishlaymiz. Ya'ni men kafolatlanadi. Shunchaki qo'ydingmi bo'lmaydi. Qog'ozda bo'ladi. Albatta. Respublika bo'ylab hozir 5 ta viloyatda filialimiz bor. Bu ham masalan hech qanaqa masala bo'lmaydi. Qanaqadir texnik holat bo'lib qolsa, uzoq bilan 2 yoki 3 ish kunida hal qilib bera olamiz. Demak, O'zbekiston bo'ylab o'rnataveramiz. Albatta, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatyapmiz. Xo'p, aka, men shunaqa katta obyekt sizga bersam, men o'zimni katta zavodim bor. Necha kunda bitkazaman? Mashina necha kunda bitkazib berdilar? Ha, bu aytganimiz yana yuqorida aytdik, 3 kunda qurib topshirdik. Odatda o'zi 3 kundan 5 kungacha vaqt oladi. Bundan katta obyektlarda ham o'sha 1 haftaga topshirgan joylarimiz bo'lgan. Unda 250 kilovat qo'yib bergandik. Ya'ni muammo emas. Respublikaning qaysi hududida bo'lishidan qat'iy nazar, ustalar shtabimiz yetarli, eng kuchli mutaxassislar jamlaganmiz. Bu soha bo'yicha masalan doktorlar ishini yo'qlagan shtab boshini ham olganmiz. Shuni hisobidan ham masala yo'q, hech qanaqa boriladi, o'rganiladi, audit qilinadi. Tadbirkorda o'sha toklarni o'rganiladi, undan keyin ish jarayoniga o'tiladi. Faqat etap-etap birinchi biz borib o'rganishimiz kerak bo'ladi avvalo. Chunki u yerdagi kamchiliklar oldin bartaraf qilib turib, keyin ishga kirganimiz ma'qulroq. Bu uzoq yillik kafolat berilgandan keyin albatta ishxonani ham biz audit qilishimiz talab qiladi. Shunaqa. Keyin yana bitta savol tug'ilib qoldi. Asror aka, mana bunaqa bu ferma ekan, bundan tashqari zavodlarim bo'lsa, mana
Bu yerda hamma tomlarimga o'rnatib yubordim, ishlatayotgan to'kimdan tashqari ortib qolyapti. Boshqa zavodlarim, boshqa joylarim, uyimmi, boshqami ularga pulini o'tkazib yuborsa, to'g'rilab yuborsa bo'ladimi? Zo'r savol bo'ldi. Xo'p, bu tabiiy. Qarang, bu akamizdan xuddi shunaqa holat. Bu yer tovuq ferma, ko'rib turibsiz. U bitta boksdan iborat bo'lgan. Bu yerda masalan kilovat soati ataylik 200 bo'lishi mumkin. Nimaga endi aynan 2,5 megavat qo'yilmoqda bu yerda? Chunki akamiz boshqa sohada ham, ya'ni akkumulyator ishlab chiqarishga ixtisoslashgan fabrikalar hamda zavodlari bor zavodlari bor. Endi tadbirkor bitta, zavod egalari bitta, egasi bitta. Shuni hisobidan bu yerda ishlab chiqarilgan energiyani u yoqda hisob kitob bilan to'g'rilab olib, masalan, shu yerda masalan quyosh yo'ligi zo'rligi uchun, ochiq maydonligi uchun shu yerdan foydalanib turib, narigi zavod ehtiyojlarini ham mutlaq nolga tushirmoqchilar. 2,5 megavat bo'lsa, bemalol zavodlarni ham hamma qoplaydi. Qisman masalan davlatga ham sotishi mumkin. Davlat masalan subsidiya ajratib qo'ygan, bemalol pulini bera oladi. Demoqchimanki, egallangan bo'sh hudud joy borki, qo'yilsa demoqchiman, har tomonlama manfaatli o'zi aslida. Shu kattaroq hududga qo'yasiz. Aytaylik, ehtiyojingizga yarashasini iste'mol qilasiz, ehtiyojingizdan ortiqchasini bemalol davlatga sotsangiz ham bo'ladi. Yo bo'lmasa boshqa qo'shni masalan korxonangiz bor. Uni ehtiyojlariga masalan to'g'ridan-to'g'ri elektrosvet bilan kelishgan holda kilovatga chegirib, ayirib qolish imkoniyatlari ham bor ekan. Asror aka, bitta savol bor. Hozir biz podpischilarimiz ko'rib, katta joyga o'rnatishibdi, kichkina joylarga o'rnatishmaydimi degan savol o'rnab bo'lib qolishi mumkin-da, o'shanga qanaqa necha nimadan o'rnatish boshlayapmiz? Muammo yo'q. Biz masalan uстановка bo'yicha hech qanaqa masala yo'q. Aytaylik, eng minimali 3 yoki 5 bo'lishi mumkin. Bizda 10 kilovatdan bo'lishi mumkin. 10 kilovatgacha masalan har xohlagan viloyatga qo'yib berishimiz mumkin. 10 kilovatdan kichikroq bo'lsa, endi kutib turishadi. Sababi o'sha hudud bo'yicha masalan 5 kilovatdan kamida 2-3 ta yig'ilganda keyin biz borishimiz mumkin bo'ladi. Masala shunda, lekin qo'yib beraveramiz. Muammo yo'q. Aytaylik, biz hozir Namanganda turibmiz deylik, o'zi bosh ofisimiz Toshkentda hamda Qo'qonda bo'lsa demoqchiman. Aytaylik, Qashqadaryodan 5 kilovatli ish chiqib qolsa, endi 5 kilovatga borishidan oldin chek pauza olamiz haqiqatan 2-3 kun. Yana qo'shilish bilan ishlar o'sha aytaylik Surxondaryoda qo'shilib qolsa, bir-biriga yaqin hududlardan bemalol borib, uni ham shuni bitirib kelib beraveramiz. Agar men o'zim ustaman, bunaqa temir svarka ishlarini, elektrikalarni o'zim qilaveraman, aka. Sifat nima, mana u yaponskiy panelingiz zo'r ekan, brend ekan, sertifikatlari bor ekan. Menga panel ham olsam bo'ladimi deganlargacha aka? Bor, albatta unga ham masalan biz ochiqni aytyapmiz, biz rasmiy dilerimiz, shuning uchun biz panelda ham bemalol yetkazib berishimiz mumkin. Faqatgina bitta narsa talab qilamiz, ustanovka jarayonida video muloqotda bo'lib turishi kerak. Sababi buni azimutlari bor, ya'ni quyosh yurishi, yo'nalishi bor. Bu faqat ko'z bilan chamallanadigan narsa emas. Bunga mutaxassisroq, professional gradusini to'g'irlash kerak-da buni. Yondashuv kerak. Shuning hisobidan hech bo'lmaganda video qo'ng'iroq orqali qo'yishlarini talab qilamiz. Yo'l yo'rig'ini so'rash kerak. Albatta. Chunki gradusi bor, quyosh yo'li bor, ko'z bilan chamallanadigan maxsus programmalarimiz bor. O'sha orqali ko'rib, o'rganib eng o'sha optimal variantga qo'yilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari kerakli bo'ladigan karoslarda inverter deydi, hali tok boradigan joyi. Inverter deydimi bizda? Inverter deyshadi. Ularni ham olishsa bo'laveradi. Albatta, hamma yoq bor. Hamma yoq yetkazib beriladi. Quyosh panelga oid hamma yoq. Bir komplekt qilib yetkazib berilaveradi. Masalasi yo'q. Endi o'sha inverterlarni ham ko'rsatsangiz, inverterlarni ham ko'rsatsangiz zo'r bo'ladi. Qani ketdik. Asror aka aytayotgan inverterlarimiz shular, hammasi 200 kilovatga bemalol yetadimi? Mana operatorimiz kurgundoq bilan olishni qoldirdik. Xo'p. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, quyosh panellaridan maxsus PV kabellarimiz bor. Ya'ni 1 ga 6 PV kabellar, bular olovga o'ta bardoshli hisoblanadi. Xo'p, yuqorida prexmonitorlarimiz bor. Ya'ni quyosh panellaridan kelgan tokda qanaqadir o'zgarishlar, zaminkaniylar bo'lsa, birinchi bo'lib prexmonitorlarimiz uzadi. Undan keyin uziblar turibdi. Bular ham maxsus o'z funksiyasiga ega, hamda ham ikkinchi darajali himoyalash funksiyasi. Undan keyin masalan DC avtomatlarimiz. Bu maxsus quyosh panellari uchun Xitoydan buyurtma asosiga keladi. Bu ham o'z vazifasi o'sha eng oxirida saqlashni ta'minlab beradi. Ko'rganingizdek, 3 ta bizda saqlashdan o'tadi, hamda yong'in xavfsizligi 100% inobatga olinadi. Hamda har xil aytaylik elektr nosozliklarni ham oldini olishga, bartaraf qilishga qaratilgan. Demak, hozir tadbirkorlarimiz internetda yonib ketgan quyosh panellariga ko'ra xavotirga tushgan, bemalol sizga murojaat qilsa. Albatta. Xo'p, nimadan bo'ladi? Ko'proq o'zi sifatsiz panel qo'yishdan. C kategoriya deyiladi, o'zi ABC kategoriyasi bor. Bizning panellarimiz haqida aytib o'tdik. Masalan, yana yapon sifati mana ko'rsak bo'ladi. Tasdik sollar yapon logosini ko'rsatamiz. Yapon logolari bilan hamda bu yerda mana 5 ta ishlatganimiz xalqaro sertifikatga ega. Hammasi sertifikatlar. Eng kattasi ISO dunyo sertifikati hamda bu Yevropa, mana ko'rsangiz bo'ladi.
CE qo'yilgan Yevropa sertifikati hamda TÜV bu ham Yevropa sertifikati hisoblanadi. Bu yerda esa o'sha Xitoyning o'sha maxsus sertifikati, ko'rsatmalar China deb yozib qo'ygan o'zi. Xitoy sertifikati bu ham olish qiyin bo'lgan sertifikatlardan normativ og'ir bo'lgan sertifikatlardan hisoblanadi. Xo'p, endi invertorlarga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita 100 kilovatdan DEA invertorlarimiz, maxsus invertorlarimiz. DEA bular. Ha, bu ham eng zo'r brendlardan, ochig'i. Eng zo'ri. Bizdan boshqa masalan tadbirkor do'stlarimizdan qo'ydirishadigan bo'lishsa ham tavsiya qilamiz. Bu invertor zo'r. Ham baquvvat, ham prochnisi eng zo'rlaridan, ham koeffitsiyenti 97% gacha. Ya'ni quyoshdan kelgan to'g'ridan to'g'ri energiya 97% gacha ishlab chiqarib berishi mumkin. Juda kuchli invertor. Bularga ham garantiya bormi? Ha, albatta, invertorlarimizga beyo'liga 5 yil bemalol invertorlarimizga ham kafolat berganmiz. Panellarga aytganmiz, yuqorida 20 yil turishiga hamda ishlab chiqarib berishiga biz kafolat berganmiz. Xo'p, yana nima deyishimiz mumkin? Bu yerda mana ko'rsangiz bo'ladi, o'sha maxsus kabellardan foydalanib, invertorga kirish chiqishlariga kollektorlardan qo'yib chiroyli qilib berilgan. Yong'inga chidamli, kafolatli. Aha, albatta. Biz maxsus ko'rgan bo'lsangiz, invertorlar uchun alohida to'qima karkas talab qildik, to'xtatdik. Sababi bu ko'pchilik xatoliklar bo'lyapti. Invertorda orqa tomonida ham sovutish sistemasi bor. Ko'pchilik devorlarga yopishtirib ketishyapti. Shunga sal ahamiyatliroq bo'lishi kerak. Kichkina hududlarda bo'ladi, lekin bu katta kuchlanish bo'lgani uchun orqa tomonda ham sirkulyatsiya bo'lishini ta'minlab qo'ydik bu yerda. Bu ham nimaga yordam beradi? Albatta, uzoq sifatli xizmat qilishiga yordam beradi. Albatta. Bu ham yaxshi faktorlardan biri. Do'stlar, mana ko'rdilaring, tevaga chiqib panellarni ham ko'rsatdik, elektrika mana ishlarini ham ko'rdilaring. Rosa tartibli, himoyalangan garantiyalarni beryaptilar. Hammalaringga nur ila hayotni tavsiya qilamiz. Pastga raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, biz aytmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Asror akam komandalariga o'zlariga murojaat qiladigan bo'lsalaring, tavsiyalarni beradilar. Nur ila hayot, svetni o'ylamang.